Bet urullaştırılışı. Biz tayyorlagan hujjat materiallarimizni balkim printer bilan qog'ozga besib chiqarishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa buni PDF qilib saqlab boshqalarga avatishimiz mumkin yoki o'zimiz ishlatishimiz mumkin. Endi buni ishlatgan vaqtdami kompyuterda ko'rishimiz mumkin, taxta kompyuterda ko'rishimiz mumkin yoki telefonda ko'rishimiz mumkin. Bunda holda biz işletish o'rnini qarab turib bu betni tanishimiz lozim. Masalan, qog'ozga bosgan vaqtda buni qanday qog'ozga bosamiz? Qog'ozning cho'ng kichikligi qanday bo'ldi? Ya'ni kengligi qancha santimetr, egizligi qancha santimetr? Yoki bo'lmasa bizningki ishlaydigan printerimiz qanchalik cho'nglikda bosa oladi? Bu ahvollarni cho'qim bilishimiz kerak. Ondan telefon yoki taxta kompyuterlarda ko'rgan vaqtimizda bu betni biz cho'ng yasab olsak, kichik ekranda bu xat normal ko'rinmaydi. Şuna bu ihtiyacımı o'ylashib, navada PDF chiqarmoqchi bo'lsak, telefon uchun kichikroq, kompyuter yoki taxta kompyuter uchun cho'ngroq bet yasab, yana qog'ozning cho'ngligini shu buncha tanishib, undan keyin saqlab chiqarishimiz kerak. Endi biz bet urulashtirishda o'rganadigan mazmunlar qog'ozning cho'ng kichikligini tanishish, qog'ozning yulinishini tanishish, ya'ni tikmi yoki yantimi. Ondan betning girveklari. Biz buni amaliy misol orqali ko'raylik. Betninki urulashtirishni tanishish uchun asosiy tizimlikdan bet loyihasi degan tizimlikni tanlaymiz. Uni bu yerga qaraydigan bo'lsak, bir qism xosliklar bor. Bu yerda tekst yulinishi. Ya'ni bu tuz yulinishdimi yoki tik yulinishdimi? Odatda biz normal ahvolda tuz yulinishda yozamiz. Tekstni. Alayda ehtiyoj bor bo'lsa, tik qilib ishlatsak bo'ldi. Masalan, tomlarga chaplaydigan, uzun isi bo'lgan hujjatlar yoki biz ba'zi tekstlarni ko'p betga besib, undan keyin uni chaplab, cho'ngaytib ishlatadigan ehtiyojlar bo'lsa-mu, tik bosadigan ba'zi ehtiyoj tug'ildi. Undan keyin girvak, yulinish cho'ngligi. Bu yerdagi cho'ngligi qog'ozning cho'ng kichikligini ko'rsatadi. Odatda ishxonalarda mutlaq ko'p qism ahvolasida A4 cho'nglikdagi qog'oz ishlatiladi. Bu xalqarada umumyuzlik eng keng ishlatiladigan qog'ozninki cho'nglik o'lchami, ya'ni A4 qog'oz. A4 qog'ozning cho'ngligi odatda 21 cm kenglikda, 29,17 cm egizlikda bo'ladi. Uningdan boshqa hozir davlatimiz ichida ba'zi kitobninki burungi o'lchamlari bo'yicha 16 ga 32 ga degandek har xil cho'ngliklar bor. Buni odatda Wordda ta'minlangan cho'ngliklarni o'zimiz bevosita tanlab ishlatsak bo'ladi. Yoki bo'lmasa, alohida ehtiyojimiz bo'lsa, biz qog'ozninki cho'ng kichikligini o'lchib olib, qancha santimetr shuni kirgizib ishlatsak bo'ladi. Bu yerda tayyor bor qog'ozini biz bevosita yerdan tanlasak bo'ldi. Masalan, A3 qog'oz. Buni aytib cho'ng qog'oz. Ishxonada ko'p ishladiganimiz A4 qog'oz. Normal ahvolda bu qog'ozni ishlatamiz. Xat bu odatda ko'rinuvchi shakldagi kichikroq xatlar. Ondan o'zimiz xohlagancha yozmoqchi bo'lsak, bu yani tanlagandan keyin qog'ozning kenglik va uzunligini santimetr shaklida yozib bersak bo'ldi. Masalan, kichik kitobcha bir narsa olib qolsa, buning cho'ng kichikligini 10 santimetrda 18 santimetr deganga o'xshash qimmatni yozib, ma'qul knopkasini bossak, bu qog'ozning cho'ng kichikligi shu cho'nglikqa o'zgaradi. Bundan keyin qog'ozning yulinishi. Normal ahvolasida biz qog'ozni tik shaklda ishlatamiz. Ba'zi alohida ahvollar bo'lib qolsa, yana o'sha shaklda ishlatsak bo'ladi. Masalan, bir betlik taklifnoma yoki bir yerga chaplaydigan ko'rsatma deganga o'xshash narsalar bo'lsa, qog'ozni yan tualetga kelib ishlatamiz. Shu bu vaqtda qog'ozning yulinishini
uzun buyuğa tengsek bu qog'oz keng ama egizniki sal qisqa oldu. Bunu betni kichiklasak taxmini qilib yani bu xil shaklda, yani yanto shaklda. Normal ahvol ostida tik shaklda ishlataveramiz. Üçüncü olup bugundig'imiz girvak. Bu yerdagi girvak deganimiz odatda biz qog'ozga xat bosgan vaqtimizda qog'oz to'lig'icha xat bosmaymiz. Yani buningki üst qismida ma'lum o'rin qolib qoldi, o'ng, so'l, hatto asti qismida ma'lum o'rin bo'sh qolib qoldi. Bu har qanday kitob, gazet, jurnalda shu bo'yicha ishlatamiz. Hamda bu oraliqninki cho'ng kichikligini o'zimiz tanishib ishlasak bo'ldi. Bu normal holatda mana bu yerda girvak deganni tanlasak, üstidan 2,5 santi, ostidan 2,5 santimetr, o'ng so'ldan o'xshashla 2,5 santimetrdan bo'sh o'rin qoldi. Navada bu girvakdan qolgan o'rinni tarroq qilmoqchi bo'lsak, bu tar deganni tanlasak, 1 santimetrdan ortiqroq o'rin qoldi. Yani bu vaqtda bir betga patadigan mazmun ko'paydi. Albatta bek az o'rin qolib qo'ysak ko'rinishiga ta'sir etadi. Lekin tuplashning ehtiyoji yoki boshqa ehtiyoj tufaylidan buning girvakni o'zimiz xohlagancha o'zgarsak bo'ldi. Navani atrofidan texmi cho'ngroq o'rin qo'ymoqchi bo'lsak, keng deganni qo'ysak bo'ldi. Yoki bo'lmasa o'zimiz xohlagan qimmatni yezib bersak bo'ldi. Yani bu girvaklardan üstünden qanchalik o'rin qo'yma, ostidan qanchalik qo'yma, o'ngdan qanchalik, so'ldan qanchalik deganlarni hammasini yezib bersak bo'ldi. Ondan navada tuplaydigan o'rnimiz, ya'ni qog'ozninki tikadigan o'rnidan jiqroq o'rin qo'ymoqchi bo'lsak, bu yerdan yana o'rin qo'yib qo'ysak bo'ldi. Masalan, 1 sant o'rinni ortiqroq qo'yman deganga o'xshash. Ondan bu tuplash siziqi qayerdan bo'ldi? Hanzucha İngilizce materiallar olsa odatda sol tarafdan tuplaymiz. Uyg'urcha materiallarni o'ng tarafdan tuplaymiz. Yana ba'zi alohida ahvollarda qog'ozning ustidan tuplaydigan ishlar bor. Lekin ostidan tuplaydigan ehtiyoj asosan ko'rilmaydi. Shu bu yerdan tuplaydigan o'rinni ko'rsatib bersak bo'ldi. Bu vaqtda tuplashga bu aslidagi girvakdan sirt yana ma'lum o'rinni qo'yib qo'ydi. Rasam ma'qul deb bosdik. Bu girvakni keng qilib o'tibdimiz. Aslida normal deb undan keyin saplasak mana o'ng tarafdan tuplaydiganligimiz uchun bu yerdan bir qadar ko'proq o'rin qo'yib qo'ydik. Yani biz girvak xosliklardan xohlagan qimmatni kirgizib, o'ng so'l ost ustidan o'rin qolib qo'ya olamiz. Shundaqli bu yerda biz boya tanlagan yo'nalish, ya'ni tikmi yoki uzun bo'yg'imi buni tanlab bergili bo'ldi. Bu bet o'rinlashtirish to'g'risidagi so'zlamoqchi bo'lgan mazmunlarimiz.